Sroshniki 3 xonali uyimizda sotuvga chiqqan Yevro remont частичный mebellari bilan qoladi. Videomizda oddiyroq bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin remontimiz juda ham yaxshi, egalari o'zlari uchun qilingan. Orientirimiz esa betonka. Bir emas, ikkitalab maktab, ikkitalab bog'cha joylashgan. Yunusobod 19-kvartalda joylashgan. Umumiy maydonimiz ham 78 kvadrat metr. Hamma xonlarimiz alohida, balkonimiz esa 2 ga 6. Xo'p, kirishimizdan prixoshkamizda keng, stroyli shkaflarimiz qilingan. Birinchi mana zal xonamizda boshlanadi. Razmerimiz 3.15 ga 520 plus balkonimizning yarmini egalari zal xonamizga qo'shib yuborishgan, yarmini esa oshxonamizga. Uyimizda lekin juda ham svetli aboylardan foydalanishgan. Bu esa bitta detskiy xonamiz. Bu xonamizga narsalarimiz ketadi. Razmerimiz 3.10 ga 3.10. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Bu yerdagi narsalarimiz qoladi. Polностью spalniy gantularimiz bor. Bu yerda endi kladovkamiz, просто endi narsalarimiz ko'p ekan, ko'rsatib o'tirmadik. Sanuzellarimiz razdельный. Bu yerda hojatxonamiz, bu yerda esa mana hammomimiz. Ana endi oshxonamizga kiramiz. Har doimgidek ko'pchilik oshxonamizdan balkonga chiqarishgan. Bu yerda esa bemalol mazza qilib ovqatlanib o'tiradigan joy. Mягкий уголокlarimiz qoladi. Kuxniy ganturlarimiz qilingan, texnikalarimiz ketadi. Bu qolgan mebellarimiz esa qoladi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari срочный 84900 deb aytishyapti. Kvartiramiz